Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan bugun cholg'u ijrochiligi fani bo'yicha laboratoriya mashg'ulotimizni olib boramiz. Laboratoriya mashg'ulotimizning mavzusi Farg'onacha o'zbek xalq kuyi. Asarimiz eng avvalo tahlil qilib olsak, asarimiz allegretto tempida yozilgan, ya'ni bu o'rtacha tez. Asarimiz 4/4 o'lchovida yozilgan. Asarimizning tonalligi sol major gammasida yozilgan, ya'ni bitta fa diyezi bor. Asarimizda notani qisqartiruvchi belgilaridan repriza va volta ishtirok etgan. Asarimizda notani uzaytiruvchi belgilaridan liga va ligato belgilari ishtirok etgan. Dinamik belgilardan forte, piano, crescendo belgilari ishtirok etgan. Asarimizda hozir sizlarga asosiy kichik mavzular bilan bo'lib ishlaymiz. Eng boshidan bir kichik mavzuni sizlarga ijro qilib beraman. Sekin tempda ijro qilinadi. Xuddi shu tempda sekin sanoq bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 4 hamga sanaladi. 1 ham, 2 ham, 3 ham, 4 ham. Har bir takitda 4 ta chorak notadan iborat bo'ladi. Keyingi mavzuga o'tadigan bo'lsak, keyingi mavzumiz xuddi shu ohangga yaqinroq mezzo forte, ya'ni o'rtacha balandlikda ijro qilinadi. Mana ikkinchi kichik mavzumuzni ham ijro qilib oldik. Sizlar birinchi kichik mavzuni yaxshi o'rganib, ya'ni dastlabki 8 takitni takrorlashingiz kerak bo'ladi. Sekin tempda sanoq bilan ijro qilishingiz va uni kamida 8-10 marta takrorlab mustahkamlab olishingiz kerak bo'ladi. Keyin ikkinchi mavzuga o'tasiz. Ikkinchi mavzuni ham xuddi shunday ijro qilib bo'lgandan keyin ikkita kichik mavzuni boshidan qo'shib ijro qilasiz. Endi hozir men 3-chi kichik mavzuni sekinroq tempda ijro qilib beraman. Mana ko'rdingiz, bu 3-chi kichik mavzumiz bo'ldi. Dastlab ta'kidlar ijro qilingandan keyin xuddi shu notalarni bir oktava yuqoriga ko'tarilgan holatda ijro qilindi. Endi mana shu 3 ta mavzumizni boshidan xuddi shu yergacha qo'shib ijro qilib beraman. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha 3 ta kichik mavzuni birlashtirgan holatda ijro qilib berdim. Endi davom etamiz. Davomida xuddi shu dastlabki birinchi kichik mavzumiz kelgan quyidagicha.
mana ko'rdingiz, dastlabki birinchi va ikkinchi mavzumiz xuddi shu holatda takrorlandi. Endi asarimizning kulminatsion nuqtasi, ya'ni avji. Avj bu eng yuqorgi parda deb nomlanadi. Sizlarga hozir sekin tempda avjini ijro qilib beraman. Reprizamiz bor. Mana ko'rdingizki, bu asarimizning avji hisoblanadi. Bu kichik mavzumizda ham sekin tempda alohida ta'kidlarga bo'lgan holatda ishlashingiz kerak bo'ladi va uni kamida 8-10 marta takrorlaymiz. Endi asarning davomi. Keyingi kichik mavzumizga o'tamiz. Mana asarimizni ham yakunlab oldik. Sizlar xuddi shu tartibda kichik mavzularga bo'lgan holatda yoki 8 takit yoki 12 takitlarga bo'lgan holatda sekin tempda ishlashingiz va ularni keyin qo'shib ijro qilishingiz kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga asarni to'liqligicha o'z tempida ijro qilib beraman. Yana o'rnatamiz. Sal tezroq. Mana hurmatli tinglovchilar, asarimizni ham eshitib oldik. Endi sizlarga mustaqil ta'lim topshiriqlari har bir kichik mavzu bo'yicha alohida mashq qilasiz, sanab turib, o'z tempida keyinchalik ijro qilasiz. Hozirda shu 5 ta, 6 ta kichik mavzumizda alohida mashq qilib, keyin birlashtirasiz. Salomat bo'linglar.